Qadrli obunachilar, kecha Pythonda boshidagi mavzularni o'rgangandik. Kelinglar bugun kelgan joyidan davom ettiramiz. Hop, outputni o'rganib chiqqandik, ya'ni qanday ekranga nimadirlar chiqaramiz. Hop, endi numberslar chiqarish, ya'ni raqamlar. Xuddi tekst chiqargandek, raqamlarni ham xuddi shunday chiqarish mumkin. Turli xil matematik operatsiyalarni ham chiqarish mumkin bo'ladi. Hop, paychalarga kirib olamiz. Kechagi loyihamiz juda yozamiz mana. Buni bossak, chap tomon kichrayadi va kattaroq harflar bilan yozishimiz mumkin. Print mana 12 deyishimiz mumkin. Run tugmasini bossak, mana 12 ekranga chiqadi. Matematik operatorlar asosan 2 plus 1 qilsak 25 bo'ladi. Mana ekranga 25 chiqaveradi. Agar mabodo buni mouse ko'radigan bo'lsak, birinchi 2 ga 1 da qo'shib oladi. 3 va 3 dan 12 ga bo'lsa 36 chiqib keladi. Mana. Hop, masalan, ikki xil, uch xil narsalarni bir xil chiqarish mumkin. Masalan, mana natija deb turib 2 nuqta qo'yib, keyin bitta virgul qo'yib 12 ko'paygan 2 plus 1 deydigan bo'lsak, natija chiqadi va bitta probel bilan mana 25 degan son ham chiqib keladi. Hop, sonlar va raqamlarni aralashtirib ishlatish xuddi shunaqa bo'ladi. Hop, ortiqcha narsa yo'q bu mavzuda ham. Hop, kelinglar biroq kommentariyani ham haqida gaplashib ketaylik. Kommentariya nima degani? Xuddi asosiy xabardan keyingi xabar-ku, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda ham kommentariya bo'ladi, lekin u asosiy xabardan keyin ko'rinadi. Bizda ham xuddi shunday. Kommentariya, masalan, bu asosiy dasturda kodi, masalan, bu kod nima qilayotganligini yozib ketishimiz uchun biz mana panjaradan foydalanamiz. Oddiy bitta panjara qo'ysak, buni dastur o'qimaydi. Biz o'zimiz uchun, masalan, bu kod orqali matematik amal bajarib, uni ekranga chiqaramiz deb yozib ketsak, bu kodimizga kirgan odam ko'radida, bu kod orqali shunaqa narsa qilgan ekan deydi. Bu to'g'ri, hozir bir qatorda ko'zimiz ko'rib turibdi. Kelajakda 100 qator, 1000 qator, 5000 qator kod bo'ladi. Uni qisqacha o'zi nima ish qilish haqida tepasida shunaqa yozib ketiladi. Bu kod kommentariya, bu odamlar uchun. Shunda buni mana run tugmasini bossak, mana natija 25 deydi. Kompyuter buni o'qib ham o'tirmaydi. Agar mabodo men panjarani olib tashlagan bo'lganimizda tugmani bossam, mana xatolik beradi. Tanimaydi bu kodni, o'qiydi, nima qilishni bilmaydi. Buni qo'yib qo'ysak, o'qimaydi va bizga xalaqit qilmaydi. Masalan, ko'p qatorli kommentariya bor, mana bitta qatorli, mana this is a comment degan. Hop, ko'p qatorda ham xuddi shunday ko'piga qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Mana yoki mana 3 ta belgi bilan masalan ko'p qatorli yozib qo'ysak bo'ladi. Chiqib turib bu qismini olib tashlaymiz. Mana shu qismda endi xohlagancha kommentariy yozaveramiz. Xohlagan xatomizga. Hop, run tugmasini bossak, o'sha eski holatda ishlab beraveradi. Qisqasi kommentariya biz insonlar uchun, ya'ni biz kodni ko'rib nima ish qilishini tushunib olishimiz uchun.